Assalomualaikum YouTube kanalımıza obunachilar. Bugungi video obzorimiz do'konimizda turgan mebellarga skidka qo'ydik. Agar ko'rgan bo'lsanglar, ko'rmagan bo'lsanglar, shu mebellarga skidka bo'lib turibdi. Hozirgi kunda bizlarda 2 oshxona mebelimiz qoldi. Bumuz hozir sotildi. Bu bilan bu oshxona mebelimiz qoldi. Ko'rishingiz mumkin, oshxona mebelimiz balandchi qismlari profil bilan yanma shkaflar ham profil aynalar, qimmat aynalar ishlangan. Ishlari podsvetka qo'yganmiz, yonib turadi. Materiallar ham eng yaxshi materiallardan qo'yilgan, rossiyskiy stollar. Bu oshxona mebelimizni ko'rishingiz mumkin, 11 million 300 ming so'm sotilgan, 8,5 million so'mga berib beramiz. O'shu 350 bo'ladi oshxona mebelimiz. Bu baqadan Xorazm bo'ylab, butun O'zbekiston bo'ylab topishimiz qiyin. Bu narxda bize bunun üstüne pul koyumuz. Hozirgi kunda dükkanımızı bo'shatishimiz kerak. Shuning uchun o'zine zararga bo'lsam, shu oshxona mebellarda sotyapmiz. Shu fursatdan foydalanib olib qolsanglar, bir mebelimizda 4-5 million so'm foyda ko'rasizlar. Ko'rishingiz mumkin, sifatidan gap yo'q. Mebelimizda 1 yil garantiya qo'yib beramiz. Mexanizmlari tandem bo'ladi, 30-40 kilogacha ko'taradi. Korpus qismlari ham laminatdan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, 100% puxa plastik stollar rossiyskiy yaxshi mo'ykalardan qo'yib beramiz. Mexanizmlarini 1 yil garantiya qo'yib beramiz. Turkiyaning Samet firmasining. Ko'rishingiz mumkin, yaxshi narsalar qo'yilgan. Polkalardan 0,6 mmlik qalin polkalardan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, chotki. Bu oshxona mebelimiz ham shu skidkada bo'lib turibdi. Buni ham sotib beramiz. Hozir bizda 2 dona mebelimiz qoldi. Ko'rishingiz mumkin, oshxona mebelimiz balandchi qismlar galogenlar qo'yilgan. Sifatli akrillardan 5 million 100 ming so'm sotilgan mebelimizga 4 million so'm berib beramiz. 1 metrini 1 million 700 ming so'mdan baholaganmiz. O'zlaringiz hisob kitob etib ko'rasizlar. 3 metr bo'ladi oshxona mebelimiz. Mo'ykalari shuning ichida bo'ladi. Bu yerda vitishga, bu yerda stolni gaz uchun mesta qo'yganmiz. Balandchi qismlari. Bu yerda shkaflari bor. Gaz yo'q yerlarda. Şöyle gaz balonu için mesalar kaldırganmiz. Hamma narsani inobat qilib. Şaşılıp qolsalar, bu mebelimiz 2 dona qoldi. Kime shunday mebellar kerak bo'lsa, murojaat etaverasizlar.